Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Raqamli biznes transformatsiyasi fani doirasida navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ushbu mashg'ulotimizni mavzusi raqamli iqtisodiyotda blockchain va kriptovalyuta texnologiyalari deb nomlanadi. Ushbu mavzu doirasida ko'rib o'tadigan masalalarimiz blockchain texnologiyasi, bu texnologiyaning afzalliklari, muammolari va kriptovalyutalar tarixiga biroz to'xtalamiz va turli mamlakatlarda bu texnologiyalarning huquqiy tartibga solinishi va bu texnologiyalardan keng foydalanish istiqbollariga bag'ishlanadi. Blockchain so'nggi yillarda eng ko'p ishlatiladigan bir termin sifatida qaraladi. Buni izohini beradigan bo'lsak, jamiyat va iqtisodiyotni batamom transformatsiya qiladigan bir qancha biznes modellarini tubdan o'zgartiradigan va bular natijasida ilmiy texnik yangilik sifatida ishonchni hayotga olib kiradigan raqamli innovatsion texnologiya deb ta'riflashimiz mumkin. Buni afzalligi uning shaffofligida, uni tezkorligida va uni soddaligida va qiymatida hisoblanadi. Aynan kriptovalyuta yoki biror bir ma'lumotni blockchain orqali jo'natadigan bo'lsak, bunday jo'natma haqida ma'lumotni o'zgartirish yoki bo'lmasa qalbakilashtirishda umuman imkoni yo'q. Sababi bu jarayon butun dunyo bo'yicha 100 minglab kompyuterlar tomonidan tasdiqlanadi va bu o'zgartirish ma'lum bir ma'noda imkonsiz. Blockchain texnologiyasi quyidagilarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Birinchidan, uchinchi tomonni jalb etmasdan turib yoki uchinchi tomon ishtirokchisiz tranzaksiyalarni avtomatlashtirishga imkon beradi. Keyingisi, blockchain ishonch va konsensusga asoslangan juda murakkab tizim. Qolaversa, blockchain haqiqiylik va notarizatsiyani ta'minlab beradigan infratuzilma ham deb qarashimiz mumkin. Tahliliy ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, yaqin kelajakda blockchain texnologiyasi moliya sektori tamoyillarini sezilarli darajada o'zgartirganini ko'rishimiz mumkin. Ispaniyaning Santander banki tahlilchilari ma'lumotlariga ko'ra, blockchaindan foydalangan holatda 2022-yilda moliyaviy institutlarning xarajatlari birinchi navbatda transchegaraviy to'lovlar va qimmatli qog'ozlar savdosida tejash hisobiga 15-20 milliard dollarga kamayganligini ko'rish mumkin va blockchain tomonidan ishlab chiqilgan global yalpi ichki mahsulotni aynan ulushi 2027-yilda 10% tashkil etishi bashorat qilingan. Blockchain konsepsiyasi 1-marta 2009-yilda birinchi kriptotekal bitcoinning ishlash tamoyilini tavsiflash jarayonida paydo bo'lganligi qayd etiladi. Va texnikaning mohiyatini aks ettiradigan bloklar zanjiri, so'zma-so'z tarjimasi aslida kriptografik shaklda yozilgan ba'zi bir ma'lumotlarga ega bo'lgan bloklar ketma-ketligi deb ham ta'riflanadi. Blokning tarkibiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu ketma-ketlik har bir o'sha bloki ikkita tarkibiy qismdan iborat. Birinchisi bu blokirovka sarlavhasi, bu yerda blokning tartib raqami, yaratilgan vaqti, hash bloklari, tranzaksiyalar va ma'lum bir ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'lsa, ikkinchi qismda bitimlar ro'yxati aks ettiriladi. Bu blokning qismida avvalgi blokni yaratish vaqtidan buyon tarmoqda sodir bo'lgan barcha operatsiyalar o'zini aksini topadi. Ushbu slaydda aynan mana shu blokning tarkibini, tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Blockchainning tuzilishiga to'xtaladigan bo'lsa, yana bir muhim xususiyat uni tuzilishi. Sababi barcha bloklarning to'liq nusxasi tarmoqni teng qismlarida, ya'ni uni a'zolari kompyuterlarda joylashtirilganligidadir. Har bir yangi qurilma barcha tarmoq tugunlari tomonidan o'rnatilgan qoidalarga muvofiqligi uchun sinovdan o'tkaziladi. Aynan mana shu sababli agar buzg'unchi tarmoqni aldashga harakat qiladigan bo'lsa, oldindan sarflangan pullarni o'zlashtirmoqchi bo'lsa, moliyaviy bir hujumlar amalga oshirmoqchi bo'lsa, unda barcha bloklarni tarmoq bloklarining yarmidan ko'pini, aniqrog'i 51% o'zgartirishi kerak bo'ladi. Ayni paytda bu natija nafaqat o'zi uchun, to'lamaydigan asbob-uskunalarni ijaraga berish uchun naqd xarajatlarni yoki boshqa bir xarajatlarni ham talab qilishini ko'ramiz. Blockchain yechimlarini moslashuvi aynan internetda tarqalish tezligidan oshib ketishi ushbu grafikda ko'rsatib o'tilgan. Aynan 2024-yilda hisob kitoblarga ko'ra
blokchain yechimlaridan foydalanuvchilar soni internet foydalanuvchilaridan ma'lum bir ma'noda oshganligi ko'rsatiladi. Ya'ni 1 milliard demak foydalanuvchi aynan blokchain tarmog'ida foydalanayotgan ligini ko'rish mumkin ushbu grafikda. Blokchain texnologiyasini bozor hajmiga to'xtaladigan bo'lsak, 2022-yilda bu bozor hajmi 72 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 2024-yil yakunlariga ko'ra 197 milliard dollar va taxminlarga, prognozlarga ko'ra 2032-yilga borib bu 12.895 milliard, ya'ni 12 trillion 895 milliard dollarni tashkil etilishi taxmin qilinyapti. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin blokchain texnologiyalarida yuqorida oldingi mavzularda ko'rib o'tgan xususiy bulutlar, ommaviy bulutlar hamda gibrid bulutlar asosida bu texnologiyalarning tatbiq qilinishi yoki qo'llanilishi nazarda tutiladi va har bir texnologiya asosida olinadigan bozor hajmi ham ushbu grafikda alohida ranglar bilan izohlab berilgan. Blokchain texnologiyasini bozor hajmiga qaraydigan bo'lsak, sohalar kesimida eng katta ulush bu bank, moliya, sug'urta hamda xizmat ko'rsatish sohasiga to'g'ri keladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, aynan bozor hajmining 40% ushbu sohaga tegishli. Bundan tashqari keyingi o'rinlarda davlat sohasida, davlat hukumat sohalarida, sog'liqni saqlash sohasida, media sanoatida yoki chakana savdoda, turizm yoki mehmonxona xo'jaligida ham ma'lum bir ulushlarga ega va bu ulushlarni umumiy diagrammasi ushbu slaydda keltirib o'tilgan. Blokchain texnologiyalari bozor hajmidagi yana bir muhim statistik ma'lumotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, 2032-yilga kelib 12 trillion 895 milliard dollardan oshishi prognozlarga ko'ra qayd etilgan va aynan 23 va 32 yillar oralig'ida yillik o'sish sur'ati 68% ni tashkil etadi. Bu juda katta ko'rsatkich albatta. Yoki xususiy ommaviy bulut segmentida 2022-yilda bozorda hukmron qilganligini ko'radigan bo'lsak, 62% dan ortiq ulush aynan mana shu segmentga to'g'ri keladi. Qolaversa, Shimoliy Amerika aynan 2022-yilda 39% dan ortiq ulushni egallab, bozorda bugungi kunda aynan hududlar kesimida, mintaqalar kesimida ustunlik qilib borayotganini ko'rishimiz mumkin. 28% blokchain ilovalari, markazlashtirilmagan ilovalar va ularni ishlab chiqishda foydalanilgan texnologiyalarga qiziqish demak bildirilmoqda. Yoki bo'lmasa so'nggi yillarda sog'liqni saqlash sohasida xavfsiz ma'lumotlarni almashish va elektron sog'liqni saqlash yozuvlarini boshqarish uchun blokchain texnologiyalaridan foydalanish ham mana 28% ga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Qolaversa, rahbarlarning 61%, ya'ni korxona rahbarlari, tashkilot rahbarlari nuqtai nazaridan tahlillar amalga oshirilgan 61% 2023-yilda o'z kompaniyalari blokchain texnologiyasi bilan bog'liqligini demak ma'lum qilganligini ko'rsak bo'ladi. Va 24-yilda o'yin ichida aktivlarni xavfsiz boshqarish va egalik qilish uchun o'yin sanoatida ham blokchain texnologiyani qo'llash 45% ga oshganligi ko'rishimiz mumkin. Ushbu slaydda aynan an'anaviy tizimlar va blokchain tizimlari orqali moliyaviy tranzaksiyalarni amalga oshirish sxematik ifodalangan. Albatta, an'anaviy tizimlarda ko'rishimiz mumkin 3-nazorat organi bo'lgan markazlashgan tizim ko'rsatib o'tilyapti. Blokchain tizimida esa 3-ishonchli shaxs bo'lmagan va taqsimlangan tizim nazarda tutiladi. Bu yerda agar jarayonni to'liq ifodasini qaraydigan bo'lsak, A subyekt B subyektga biror bir jo'natmani yoki o'sha tranzaksiyani amalga oshirish jarayonida 6 ta bosqichdan iborat bo'lgan ketma-ketlik qayd etib o'tilgan. Tranzaksiya bloklarni tarmoqqa kiritishi, blok tarmoqning har bir ishtirokchisiga jo'natilishi, tarmoq ishtirokchilari tranzaksiyaning qonuniyligini albatta tan olishi va bu blokchainga shartsiz ravishda qaytaruvchisiz qo'shib qo'yilishi va bundan keyingina tranzaksiya tarmoqni barcha ishtirokchilari uchun ko'rinadigan holatga kelishi va oxirida jo'natma o'sha jo'natiladigan subyektga, ya'ni B subyektga yetib kelishi tasviriy yechim sifatida ko'rsatib o'tilgan. Blokchain texnologiyalarining ishlashini 4 ta bosqichda yuqorida ko'rib o'tdik. 2 ta ishtirokchi albatta tranzaksiya shartlarini kelishib olishi, jurnal tarmoq a'zolari tomonidan skanerlanishi, tranzaksiyalar tasdiqlanishi va blok zanjiri oxiriga qo'shilishi
jurnal barcha tarmoq ishtirokchilariga teng tarqatilishi ma'lum bir ma'noda ushbu bosqichlarni tavsiflaydi. Blockchain tadqiqot institutlari asoschisi Sven tomonidan aynan blockchain texnologiyalarini qo'llashni 3 ta muhim bir yo'nalishlar aniqlangan. Bu blockchain 1.0, 2.0 hamda 3.0 demak modellari. 1.0 modeli bu valyuta demak hisoblanib o'sha moliyaviy operatsiyalar bilan bog'liq turli xil dasturlarda, masalan uzatish tizimlari, raqamli to'lovlarda qo'llaniladi. Blockchain 2.0 bu asosan shartnomalar, aniqrog'i aqlli shartnomalarda, ya'ni iqtisodiyotda, bozor, moliya sohasida, turli xil qo'llanmalarda, turli xil vositalarda, aksiyalarda, obligatsiyalarda, kredit, ipoteka kreditlarda yoki boshqa bir shartnomalarda qo'llanilgan bir tizim sifatida ko'rishimiz mumkin. Va uchinchi o'sha modeli blockchain 3.0 bu sohasi moliya operatsiyalar bo'lmagan, bozorlardan tashqarida bo'lgan turli xil ilovalarni nazarda tutadi. Ya'ni davlat hokimiyati, hukumat sohasi, sog'liq saqlash yoki fan, ta'lim va boshqa ijtimoiy sohalarda demak ko'rilishi mumkin. Blockchain inqilobiy texnologiya sifatida yana quyidagi bir muhim ma'lumotlarni keltirib o'tish maqsadiga muvofiq. Blockchaindan ilmiy tadqiqotlar natijalarini kuzatish uchun foydalanilyapti. Masalan, Scientific American jurnal ma'lumotlariga ko'ra har yili 2,5 millionta ilmiy ishlar chop etiladi. Ko'pincha mualliflarga natijalarni tekshirish ma'lum bir ma'noda qiyinchilik tug'diradi. Blockchain aynan bu vaziyatda ma'lum bir ma'noda o'sha mualliflarga yordam berishi ko'rinyapti. Ya'ni bu jurnal qayd etilishicha blockchain ma'lumotlarni nashr etish va tasdiqlashni sezilarli darajada soddalashtiradi va tezlashtiradi. Tajribalar natijalarini o'zgartirish va soxtalashtirish imkoniyati albatta bo'lmaydi. 2024-yilda blockchain texnologiyalar bozori 60 milliard dollarga yetganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, inqilobiy texnologiya sifatida ayrim texnokompaniyalar allaqachon bu texnologiyalarni sotishni jadal ko'rinishlarda faoliyat olib borishmoqda. Amerikaning Nvidia kompaniyasi, AMD shirkatlari tomonidan taqdim etilayotgan grafik kartalari, kriptovalyutalar ishlab chiqish va hamda blockchain bilan ishlash imkoniyatini berganligi sababli ushbu kompaniya rahbariyati texnologiya tubdan yangi shaklda shaklga o'tganligi va uzoq vaqt davom etishini demak qayd etib o'tishgan. Blockchain media bozorida ham shaffoflikni oshiradi. Bundan tashqari texnologiya yordamida elektr ta'minotlar tarmog'ini boshqarish imkoniyati ham mavjud. Ya'ni elektr energiya iste'molchilari va uni yetkazib beruvchilar o'rtasida o'zaro bog'liqlikni amalga oshirishni zamonaviylashtirish imkoniyatini beradi. Ma'lumotlar avtomatik tarzda yagona demak reyestrda saqlanadi. Blockchain bundan tashqari transport sohasida, texnologiyadan radiochastotalarni boshqarish sohasida va oddiy ijtimoiy sohalarda, ya'ni raqamli pasportlarni optimallashtirish, avtomatlashtirish sohasida ham blockchain texnologiyalarini keng miqyosda foydalanishini ko'rishimiz mumkin. Mamlakatimizda ham aynan milliy blockchain tizimini ishlab chiqish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. UNB milliy blockchain platformasi ishlab chiqildi va bu dastur ma'lum bir ma'noda blockchainda tranzaksiyalarni yozish tezligini 1000 martaga oshirish, qolaversa blockchain tarmoqlarini boshqarish uchun qulay bir interfeysni ta'minlash uchun ishlatilgan bir tizim sifatida qaratildi. Va dastur yangi modullarni, smart shartnomalarni, yordamchi mantiqlarni qo'shish orqali kengaytirilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda aynan mana shu milliy blockchain platformasidan ko'rsatiladigan asosiy mikroxizmatlar quyidagilardan iborat: avtorizatsiya qilish, peer-to-peer, VPN yashirin tunnel tarmog'i sifatida, tizim konfiguratsiyalarini boshqarish, hisob-kitob holatini monitoring qilish, boshqaruv va foydalanuvchilarni boshqarish, tashqi integratsiya interfeyslari va internet va intranet shluzlarida sifatida ham foydalanilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Qaysi sohalarda qo'llanilayotganligini ushbu slaydda alohida ko'rsatib o'tilgan. Kimoshdi savdolarida, yer kadastr tizimida, yuqorida aytib o'tdik, ijtimoiy sohalarning juda ko'pchiligi sog'liq saqlash, dorixonalardagi dori vositalarini nazorat qilishda, turli mahsulotlar savdo jarayonida, buxgalteriya auditini amalga oshirishda, bank ishini yuritishda, pul o'tkazmalarida va boshqa bir qator sohalarda keng miqyosda qo'llanilyapti. Yuqorida aytib o'tganimiz kabi uni bir qancha afzalliklar keltirib o'tilgan: markazsizlashtirilganligi, shaffofligi, o'zgaruvmas ekanligi, tezligi,
kam komissiya mavjud ekanligi va blokchain yordamida xavfsizlik, tezlik va ishonchlikni birlashtirish imkoniyatlari mavjudligi ushbu texnologiya bugungi kunda keng ommalashayotganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta bu texnologiyaning ham ma'lum bir ma'noda kamchiliklari mavjud. Ya'ni juda ko'p hujumlarga uchraydi. Ya'ni blok faqat ishtirokchilarning 51% ko'pchilik tomonidan ma'qullangandan keyingina demak tasdiqlanishini ko'rdik. Aynan mana shu joyda soxta blokchain tizimiga kirish uchun noto'g'ri qaror tasdiqlash uchun ham barcha ishtirokchilarning imkoniyatlarini demak o'zgartirish kerak. Keyingi muhim bir kamchiliklardan bittasi o'zgarmaslik. Kalitlar, xizmat va yagona platforma tili mavjud emasligi ham ushbu texnologiyaning kamchiliklari sifatida keltirib o'tiladi. 21-asr axborot texnologiyasi sifatida kompyuter va internet texnologiyaning shiddat bilan rivojlanishini ta'minlab berdi. Va aynan an'anaviy to'lov instrumentlari bo'ladigan mamlakatlar valyutasi bilan bir qatorda internet tarmog'i orqali mamlakatlararo to'lovlarda bir qancha o'ziga xos muammolar paydo bo'ldi. Bular to'lovni amalga oshirishda albatta banklar tomonidan belgilangan yuqori komission to'lovlar yoki to'liq rekvizitlarni bo'lishi, to'lovlarni markazlashgan holatda qaysi tashkilot tomonidan boshqarilishi va to'lovlarni amalga oshirilgunga qadar bekor qilish mumkin emasligi ma'lum bir ma'noda muammolarni keltirib chiqaradi va shu muammolar kriptovalyuta texnologiyasi orqali oson hal etildi. Va bu yuqorida aytilgan kamchiliklarni yechadigan bir tizim sifatida ilk kriptovalyuta ya'ni Bitcoin vujudga keldi. Aynan bugungi kungacha bu tizimning muallifi to'g'risida turli xil qarashlar mavjud. Mana ko'rishimiz mumkin. Satoshi Nakamoto ism ostida turgan shaxs yoki bir necha shaxslar guruhi bo'lishi mumkin. Kim ekanligi aniqlanmagan va buni harakatlar zoya ketganligi bois bugungi kunga kelib aynan mana shu Bitcoinning haqiqiy yaratuvchisi noma'lumligicha qolyapti. Va bu kriptovalyuta bu ishonchga emas, balki kriptografik kodlash tizimiga asoslangan alohida bir tizim hisoblanadi va o'zaro hech qanday vositachilarsiz to'lovlarni bevosita ishtirokchilar o'rtasida amalga oshirish imkoniyatini beradigan to'lov tizim valyutasi hisoblanadi va bunda nazorat qiluvchi organlarsiz tangalarning haqiqiyligini murakkab matematik algoritmlar asosida tasdiqlangan tizim amal qilgan holatda ishtirokchilarning har biri ushbu demak emissiya qilish imkoniyatini keltirib chiqaradi va bu yerda mining jarayonlari to'g'risida ham alohida fikrlar bor. Bu pul topish usuli aynan mining jarayonida yuritiladi, ya'ni foydalanuvchilar o'z kompyuterlarini, video kartalarining quvvatini tegishli dasturlardan foydalangan holatda biror bir o'sha kriptovalyutalarni ishlab chiqish, ya'ni emissiya qilish jarayonlarida qo'llashi, taqdim etishi aynan mana shu valyutalarni o'zida mukofot berilishi orqali mining jarayonlarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu fikrlarimiz bilan ma'ruzamizni yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.